Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Sog' salomatmisiz? Bizni efir orqali mana shu ijtimoiy tarmoqlarda berayotgan lavhalarimizga, ko'rsatuvlarimizga befarq bo'lmagan barcha tomoshabinlarga, azizlarimizga, hammangizga sidqidildan minnatdorchilik bildiramiz. Bugun ko'rsatuvimizni sal mavzusi boshqacharoq, aniqrog'i O'zbekiston hududidan emas, balkim chet eldan va ana shu aniqrog'i shu Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan ko'plab mamlakatlarning hududlarida olingan lavhalar asosida tayyorlangan bu lavhalarni, video roliklarini, bizga syujetlarni mana shu surxondaryolik ukamiz Jamshidbek jo'natganlar. Marhamat qilib tomosha qiling. Bugun sizga yoqqan, sizga ma'qul keladigan mana shu video syujetlarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Bu birinchi ko'rsatuvimiz bo'ladi. Xudo xohlasa sizlarga bugungi ko'rsatuvimiz ma'qul kelsa, ko'rsatuvlarimizni ikkinchi va uchinchi, undan keyingi sonlarni ham sizni efiringizga, sizni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Yevropa ittifoqining umumiy yer maydoni 10.507.000 kvadrat kilometr bo'lib, uning 730.000 kvadrat kilometrini orollar tashkil etadi. Qit'a shimoliy yarim sharqda joylashgan. Osiyo bilan chegarasi shartli ravishda Ural tog'larining sharqiy etagi, Emba daryosi, Kaspiy dengizi, Kumamanich botig'i orqali Don daryosining quyilish joyidan o'tkazilgan. Yevropa hududining 25%ni yuqorida aytganimdek yarim orollar tashkil etadi. Ularning eng yiriklari Kola, Skandinaviya, Yutlandiya, Britan, Perneni, Apinin, Bolqon va Qrim yarim orollaridir. Yevropa tabiati juda mo'tadil bo'lib, relyefining aksar qismi past tekislik va qirlardan, 5.1 qismi esa tog'lardan iborat. Oqib turadigan suvning hajmi jihatidan Yevropa yer yuzida Janubiy Amerikadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Yevropa xalqlari tillarining ko'pchiligi Hind-Yevropa tillari oilasiga mansub. Shimoliy va Markaziy Yevropada german tillarida so'zlashuvchi xalqlar, ya'ni nemislar, avstraliyaliklar, shvetsariyaliklar, lyuksemburgliklar, gollandlar, inglizlar, shotlandlar, shvedlar, nordiklar, islandlar va boshqalar yashaydi. Janubiy g'arbiy Yevropa aholisi asosan roman tillarida so'zlashadi. Ular italyanlar, fransuzlar, ispanlar, portugallar, ruminlar va moldavanlardir. Yevropalik sotsiologlar e'tirof etishlaricha, Litva, Gretsiya, Ruminiya va Bolgariya aholisining ancha katta qismi nochorlikda kun ko'rishar ekan. Yevropa ittifoqiga kirgan 28 ta davlatning har birida nochorlik darajasi maoshi butun Yevropa bo'ylab o'rtacha oylikning 60% dan kamrog'ini tashkil qiluvchi aholi daromadlari bo'yicha aniqlangan. Masalan, Litvada 2016-yilda o'rtacha maosh 637 yevroni tashkil qilgan. Fransiya haqida bilmagan yoki bu mamlakatni diqqatga sazovor joylarini televideniya yoki ijtimoiy tarmoq orqali tomosha qilmagan zamondoshlarimiz bo'lmasa kerak. Lekin bir nechta qiziqarli faktlar borki, aytib o'tmasak bo'lmas. Qiziqarli ma'lumot shundan iboratki, deyarli har bir shaharda Viktor Hugo nomidagi ko'cha bor. Fransuzlar o'zlarining mashhur shoirini har doim sharaflaydilar. Daniyada esa bundan ham qiziqarliroq ma'lumot, ya'ni hukumat tomonidan tasdiqlangan 7000 ta ismlardan birini farzandlariga qo'yish mumkin. Ammo agar biror bir noyob nomni xohlasalar, buning uchun albatta eng avvalo hukumatdan ruxsat olishlari kerak. Yevropa ittifoqi mamlakatlarida muloqot qilinadigan 200 ta tildan faqatgina 24 tasi tan olingan. Hamyurtimiz Jamshid Hidoyev Yevropa ittifoqi mamlakatlarining deyarli har birini borib ko'rgan. Bu yerda yashovchi xalqlarning turmush darajasi, qiziqishlari, O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston fuqarolariga munosabat to'g'risida turli video roliklar tayyorlaydi. Siz bilan
birga tomosha qilayotgan qiziqarli lavhalar Jamshid ukamizning mehnat mahsulidir. Yevropada tog'lar juda ko'p. Ayniqsa Shveysariyada ular nihoyatda chiroyli va serviqor deydi suhbatlarimizning birida Jamshidning o'zi. Tog'larni kesib o'tish uchun nihoyatda mustahkam tunnellar barpo etishganki, ular alohida ahamiyat kasb etadi. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar bo'ylab sayohatlaringiz davomida yo'llarning juda chiroyli va mustahkamligi o'ziga ohangrabodek tortadi odamni. Asosan toshlar bilan qilingan yo'llar hatto asrlar davomida ham ta'mirlanmaydi. Do'konlarda mahsulotlar sifatiga katta e'tibor beriladi va ular rosa mazali. Yomg'ir ko'p yoqqani bois daraxtlar juda baland o'sadi va barglari juda toza. Yevropaning qishi anchayin sovuq va qalin qorlar bilan qoplanadi hamma yoq. Shu bois ham suv toshqinlari, sel keltirgan ofatlar haqida internet tarmoqlarida turli xabarlarga duch kelamiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana bir-biridan rang-barang bo'lgan, rang-barang syujetlarga ega bo'lgan ko'rsatuvimizni tomosha qildingiz. Albatta, ukamiz Jamshid Hidoyevning o'zlari kun davomida mana shu zerikkan vaqtlarda olgan lavhalardan iborat ko'rsatib edi. Yanagi ko'rsatuvimiz bundan-da jozibali, bundan-da shu turli syujetlarga boy, odamlar qiziqadigan, tomoshabinlarimiz qiziqadigan o'sha syujetlarga boy bo'lganligi bilan ajralib turadi degan umiddaman. Albatta, buni sizlar belgilaysizlar. Siz tomoshabinlar, mana shu Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ro'y berayotgan qaysi bir o'zgarishlarni, ularning o'sha yerda yashayotgan aholining, ya'ni nimalari bilan qiziqasiz, to'y tomoshalari yoki bo'lmasam urf-odatlarimi, o'shalar haqida yozib yuborsangiz, biz sizga albatta keyingi ko'rsatuvlarimizda ana shu e'tirozlaringizni, e'tiroflaringizni hisobga olamiz. Jo'raqul Tursunov, Jamshid Hidoyev, Omon Abduhalimov Yevropa ittifoqining turli mamlakatlarida olingan syujetlar asosida maxsus tayyorlandi.